Novostroyka birinchi etajda 4 xonalik uyni obzorga kelganman. Operator, birinchi zaldan boshlayman. To'g'risi, mana shu uyni remont qilish uchun kamida bir kishiga 3 oy, 4 oy vaqt kerak bo'ladi. Sizga zo'r taklif, tayyor uy, bosh og'riq emas. Mana shunday kelasiz, 4 ta xonasi bor, bemalol yashaysiz. Bolalaringiz ko'p bo'lsa, mana shu kattagina zal bo'ladi. Parda, gilam, mana shu mebellari eng yaxshisidan, shu turetskiy zo'ridan qo'yganlar akamiz. Zaxadijvi katta televizor turibdi, mana shu zal bo'ladi. Ana endi ikkinchi xonani ko'rsatamiz. Zal bo'ladi. Mana shu esa bolalar uchun yotoqxona, vahshiy dahshat qilgan. Bu yerda dars qiladigan joyi bor, ikkita nimasi bor, divanchasi bor, trezasi bor, duxkonterniy kotyol, har bitta xonasiga batareyasi bor. Eng qizig'i bezguluqo'y, har bitta xonasiga trezasi bor. Mebel, shkofiga gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi mana shu kattalar uchun yotoqxona, operator. Kattalar uchun yotoqxona, 9 spalli divan, batareya bor, shkofini patologgacha vaqti dahshat qilgan, lustra vaqti dahshat. Mana shu devorni rangini o'zlaringiz baho berasizlar, juda ham zo'r, qimmat rang qilgan. Eng qizig'i mana shu kattalar uchun yotoqxonani ichini o'zidan dushovoy kabina qilgan, unitazi ham bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu uyni oxirida narxini aytaman. Qarachi, mana shu narxiga arziydimi yo'qmi, kommentariyaga yozib ketasizlar. Mana shu pirxoshka zona bo'ladi. Mana shu tashqari eshikdan kiraverish, garderob, shkofi bor bu yerga. To'g'rimizda sanuzel bo'ladi. Birinchi yana bitta xonani ko'rsataylik. Bu esa spalni. Bu bolalar uchun yotoqxona, kattalar uchun yotoqxona qilsa ham bo'ladi. Bu xonasiga ham trezasi bor. Bu esa ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxni, o'tirib yeydigan 6 talik nimasi bor, stolchasi bor, trezasi bor. Mana shu mebel, shkofni vaqti dahshat qilgan. Eng so'nggi dizaynda hammasini remont qilgan. Gasplita mana shu dizaynchani ham vaqti dahshat qilgan. Xolodilnik eng kattasi turibdi. Operator, trezasi ham bor. Ana endi общий sanuzelni bitta ko'rsatamiz. Mana bu общий sanuzel. Hamma sharoit, mebel, texnika bor. Hamma sharoit Aristongacha bor. Kimga mana shu xona qiziq bo'lsa, Ro'daki Brilliant City'ni orqasiga o'tganda, qarochi 5 qavatli Novostroykani birinchi qavatda 105 kvadrat, narxi esa 125 ming, yana ozgina savdosi ham bor.